Bugun o'sha men kutgan kun. Bugun tug'ilgan kunim. Ushbu kunni intiqlik bilan kutganman. Yoshim hali ko'p ulug' yoshlarga yetmagan bo'lsa-da, bolalarcha mana shu kunni kutayotgan yoshdaman. Anglab turganingizdek, hozirga aytmoqchi bo'lgan chiroyli va o'sha bolaligimdan esdalik bo'lgan kunni hech qachon hech kimga aytmaganman. Bu shunchaki boshimdan o'tgani xolos. Men ko'zlarimni erinib ochdim. Keyin esimga tushib qoldi. Axir bugun meni shukronalik kunim-ku. Bugun menga kim, qanday chiroyli sovg'a berarmikin? Hozir o'rnimdan turaman u tashqariga otilib birinchi ko'rgan insonimdan sovg'amni talab qilib olaman. Bugun shukronalik kunimga, tug'ilgan kunimga hamma sovg'a berish kerak-ku. Bugun men hatto ish ham qilmayman. Chunki tug'ilgan kuni bo'layotgan odamlar dam olish kerak. O'rnimdan erinibgina turgan har safargimdan boshqacharoq uyg'onib, chopqillab yuzlarimni yuvishga oshiqdim. Va albatta, yo'limda ilk ko'rgan insonim ham har doimgidek onam. Onajonimni ko'rdim, yugurib quchoqlab olib o'sha sovg'amni talab qilishligim kerakligini o'zimcha xayolimdan o'tkazayotgan edim. Onamning yo'llariga yetib borganimda axir yuzimni yuvishim kerakligi esimga tushib qoldi. Bu yomon odat deya orqaga tislanib yuzimni yuvib qaytdim. Onajon, yaxshi yotib turdingizmi? Qizim, yaxshi yotib turdingmi? Choy tayyorlayotgan edim. Tayyor edi choying ham. Chiqib ichib ol. Opalaring maktabga ketishadi. Keyin sen menga qarashib yuborasan dedilar. Har doimgi gapligidan jahlim chiqib ketdi. Birozdan keyin choyimni ichishlikka ketayotib, yo'q, oldin sovg'amni so'rashim kerak deb o'yladim. Bordim-da, onamni olov taftidan qizarib ketgan va har doim non yopayotganliklarida qo'llaridagi o'sha kulning va cho'g'ning izi qolgan qo'llaridagi kuygan joylarini ko'rdim va bu safar ham qayerlarnidir kuydirib olganliklarini sezdim. Onajon, menga bugun nima sovg'a berasiz dedim. O'sha paytda chorasiz, otam esa ishlari unchalik yurishmaydigan va o'sha ishlarni qanchalar o'rniga qo'yishlikka harakat qilib otamga qanot bo'layotgan onamni so'zlarini intiqlik bilan kutardim. Onam menga hozir qanday javob berar ekan, qanday menga sovg'a tuhfa etar ekan deb o'ylardim. Onam bo'lsalar, qizim, sen uchun xamir qordim, ertalab erta turib senga issiq non yopib beryapman. Bolajonim, sen nasibali qiz bo'lishing uchun senga mana shu nonni yopib beraman bolam. Qo'limdan kelgani shu dedilar. Men nima deyishni bilmadim. O'sha paytda jahlim chiqdi. O'sha paytda menga sovg'a berishliklarini o'rniga non yopib berayotganliklaridan jahlim chiqdi. Keyin ortimga qaytdim u bergan savollariga javobni zo'rg'a berardim. Men esa o'sha payt ahmoq ekanligimni bilmaganman. Hozir bir narsani sizlarga aytaman. Onam yaxshi ham o'sha kuni nasibali qiz bo'lgin deya menga non yopib bergan ekanlar. Meni shu qadar nasibali ekanligimni, shu qadar baxtli ekanligimni, balki sababi o'sha men talab qilganimda nasibali qiz bo'lgin deya yopib bergan noningiz sababidandir. Yoki bolam qo'lim kaltalik qilganligi uchun senga sovg'a ola olmadim degan so'zingizdan ko'ra duo bilan aytgan so'zingizdandir. Ona, meni shu qadar duo qilganingiz uchun sizga rahmat. Men sizni jonimdan-da ortiq yaxshi ko'raman. Hech kim sizga o'xshamaydi. Hech kim o'rningizni bosa olmaydi. Men qizingiz ekanligimdan faxrlanaman. O'zimni dilobarim, o'zimni chiroyligim, o'zimni dunyodagi eng yaxshi insonim, hammasiga sabr qilgan dunyodagi eng chiroyligim onajonim. Men sizni qizingizman. Qarang,
Meni shunchaki bir ikkita odam tanimaydi. Meni ko'pchilik taniydi. Chunki men sizni qizingizman. Sizni duoyingizni olgan qizingizman. Men sizni judayam yaxshi ko'raman.